Assalomu alaykum do'stlar, qorli havoda sizlarga ajoyib biznes topib qo'ydim. Xo'p, sizlar bilan bu biznesni tanishtiraman. Bu Penablok biznesi. Xo'p, bu holati komplekt holatda bo'ladi. Pena generatori, rastvor bochkasi va 3 ta qolipi, latoga tumbasi, mikseri, kompressori bo'ladi. Xo'p, bu yerda assortiment holatda bo'ladi. Bari men sizlarga bularni birma-bir tanishtirib boraman va narxlarini aytib boraman. Ko'rib turgan qolipinglar обычный variant hisoblanadi. Belida bir qator profili bor, ko'rishinglar mumkin. Bunimizni narxi joydan olib ketsanglar $700, vodiy bo'ylab $730, O'zbekiston bo'ylab $800 qilib beramiz. Xo'p, ikkinchi komplektimiz bu ham обычный variant hisoblanadi. Buni belida iki qator profili bor. Bunimizni narxi joydan olib ketadigan bo'lsanglar $730, vodiy bo'ylab $780, O'zbekiston bo'ylab $800 qilib beramiz. Uchinchi komplektimiz yevro variant hisoblanadi. Buni belida 7 qator profili bor, ko'rishinglar mumkin. Bunimizni narxi joyda $800, vodiy bo'ylab $850, O'zbekiston bo'ylab $900 qilib beramiz. Ko'rib turishinglar mumkin. 4-komplektimiz Legoli variant hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin, listlari ham Legoli bo'ladi. Xo'p, bu komplektimizning narxi joyda $850, vodiy bo'ylab $900 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab $950 qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turishinglar mumkin. Bunisi 5-komplektimiz, ya'ni turbali variant bo'ladi. Bunimizning narxi $900 joyda, $950 vodiy bo'ylab, $1000 O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, bizda yetarlicha bor. Agar videolar qiziqarli bo'lsa, shu kanalimni kuzatib borsanglar, yana yangi bizneslarni qo'yib boraman. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.